센서. 같이 내려가. 반대쪽 밀가루만으로 해서 국수를. Assalomu alaykum hammaga. Bir qiziq narsa ko'rib qoldim. Biz tepenim mana shu narsalarni biznesi bilan ishlab chiqarish, sotuv bilan shug'ullanayotgan ekan. Xamirda, oddiy xamirda hech qanaqa ziravorsiz solinar ekan. Bu yoqdan suv qo'shilgan ekan. Knopkasini bosishiga lag'mon ishlab chiqarar ekan. Bu Wi-Fi ga ulangan ekan. Masofadan turib O'zbekistonga uyga qo'yib qo'yib ham knopkasini bossangiz chiqarib berar ekan. Bunisi ham bor ekan. Bunisicha soddalrog'i ham. Un har xil tishlari bor ekan. Bitta qo'yganda shunaqa tez chiqarib berar ekan. Knopkani bossangiz bo'ldi, tayyorlab berar ekan. 이렇게 눌러, 네가 눌러봤다. 시작이요? 터치. 센서. 가루가 빙글빙글 돌고 물이 같이 내려가. 반대쪽 돌고 밑에 여기. 밀가루만으로 해서 국수를 다 떤다. Gap bo'lishi mumkin emas. 그러면 삶아서 저거 봐야지. 이제 네 걸로 와야지. 여기 삶은 거. Qaynagan suvga solsa bo'ldi, tamom ekan. Bundan buyog'i ziravorlarni qo'shib yuborasizlar. Misol, o'zimizga xos tuxum bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? 소스도 olib 먹어. Ha, soslarni ham o'zingizlar haloldan shuni tashlab yuborsanglar bo'ldi. Shu lag'monini asosan bunaqa qilib berar ekan, oshxonalar ishlatsa bo'ladi, restoranlar. 넣고 이거 비우고. Qidirdi, o'zbek lag'moni deb qidirganida mana shu chiqdi, kengroq. Bundan ham kengroq. 조금 더 큰다. Bunisi milliy lag'monniki. 손으로 잡아봐. 손으로 이렇게. Shunaqa tez tayyorlab berar ekan. Mana yerda pichoqlari bor ekan. Juda kichkinadan boshlab, hatto mandovchi chuvara deydi, o'shanga o'xshash xamirlardan ham chiqarib berar ekan. 종류 많지. Pichoqlari ko'p ekan. 여기다 내건 딱. Knopkani bosasiz. Agar non qilmoqchi bo'lganlar, pang deydi garishchada, yo bo'lmasa misol pizzani xamirini qilmoqchi bo'lganlar, tishini olib tashlab turib, kengidan 2 marta chiqarsanglar, mana bitta bo'lar ekan. Bitta yurgizib yuborilsa, keng bo'lar ekan. 5 minutda tayyor bo'ladi bu xamir. 5 minutda emas, 1 minut deylikmi? 1 minutda. Shunday bosasiz ekan, shuni chiqarib beradi. 이거 찍어 바로 그냥. Yana bittasi bor. 쭉 내려놓은 거죠. 바로 Apparat kattarog'i bu. Mana. 컴퓨터 때 더 내려. Nonga qisinglar bo'ladi, razmerini shuni kesib turib. Yoki pizza apparatni. 우리 하면 오래 걸리네. 얼마나 빠르냐?